Hammaga salom. Bizning tarafda zaychoy bilasizlar, men rosa yaxshi ko'rardim babolchini. Yopib qo'yishgan edi. O'shaning uchun endi Berunidan o'tib ketayotganimda bir ko'rib o'tay, qatta ekan zaychoy deb kelgan edim. Ko'rsanglar, prям mashhur hozir ko'rsatamaslik ham. Beruniy astanovkasidan shunda kelayotganingizda mana shunaqa food court zona bor ekan. Hamma ovqatlanadigan joylar. Bu yerda mana bizani yaxshi ko'rgan zaychoy. Hozir yaqin qaranglar, mana shunaqa zo'r, mana bunaqa o'tiradigan joylarini ham qilib qo'yishibdi. Вообще zo'r. Eng главный narsasi, hozir ko'rsataman. Yana o'sha bizni sevgan, meni eng yaxshi ko'rgan mango, berry kiss, lavberi, mana shular hammasi bor. Idishligini ham bunaqa ayo'chaligi o'zgartirishibdi. Yosh bolalar ham bemalol ichib, o'yinchoq qilib o'ynab, keyin bemalol yurishsa bo'ladi. Men zakaz qilganim lavberi bo'ldi, 50 ming so'm. Endi nimaga ayo'chalik boshqalarga o'xshagan bo'lib qopti, o'zini nimasi upakovkasi yaxshi edi deb aytsam, yo yosh bolachaligi mana shunaqa ayo'chalik udobniy ekan. O'shaning uchun ham mana shunaqaga juda ham bolachalar ham qiziqishadi, ham приятный, ham keyin ham o'yinchoq qilib o'ynasa bo'layotganda, shuning uchun qilishibdi. Kстати, bu hech qanaqa puli to'langan reklama yoki bir nimalar emas. Real o'zim keldim, oldim, 50 ming so'mga sotib oldim. Mazasi umuman o'zgarmagan. O'sha mazar juda ham zo'rda. Yoqadi menga. Keyingi obzorlarda ko'rishguncha. Menga yoqib qolsa, men deyani anaqa qilaman, aytaman. Yoqmagan narsani yoqmaydi deyman. Shunaqa. Keyingi obzorlarda ko'rishguncha. Bye bye.